Assalomu alaykum. Sizlar bilan Oltin Giroh kanalida davom etamiz marafonimizga. Game City o'yinidan boshlaymiz. 1% balansimizni tikamiz. 1% balansimizni tikyordik onasini ham sen. Yashil. Blinski birinchi. Tushdi yashil bu yoqqa 8,5 kassida ekan. Yana bitta dona. Tushdi uzr. Bir pachka. Yana bir pachka yig'dik. Keyingisichi somsa, keyingisini somsa. Somsa bo'lishiga yaqin turibdi. Somsa. Yana somsa. Optin boshqa variant ham yo'q. Bile bitib tushdi bermasin, nima qilasan, qiynab bizni kis burish. Kristal. Bile yashil donniga pushti bo'lsa ham bo'lardi-yu. Bo'la kristal bosamiz chiqdik. Bunaqa qilib upalanib yurgandan ko'ra qachon berarkin deb kristalga tez hal qilamiz. Birpasda hal bo'ladi kristalda hozir. Bu yo'li bo'ladi. Bitta tosh jackpotga bir dona tosh. Yetmay qoladi ko'pincha. Mana bitta tosh ozaman, yana bitta tosh. Yo'q, berdim uni jackpot. Ikkitalik bo'lib ketdi menga desa, bittalik ekan. Yomon emas, yutuq dahshat. O'tayla dahshat. Tushiramiz yarovimiz, 2 qadam orqaga tashlaymiz-da. Mana qilamiz. O'yjik bo'y bilan, ikkitalik yo'q, ikkitalik emas, bittalik ekan. Yashillar ham jackpot o'tib ketib qolmaydimi? Bo'lmadi. Lekin balansiz 140 dan oshirdik bo'ldi bizga shu. Shu yutuq ham yetadi, mayli rozimiz. O 49 chiqmaydi bilamiz. Chiqamiz.